kelgan klientni ko'ziga qarab olish olmasini bilib olsa bo'ladi. To'g'ri? Ha. Klient keldi. Qarab. Ey, shashilma. Men gapiryapman. 20 yillik sotuv bo'limida ishlaganman. Ko'ziga shunday qarayman, oladi olmasini shunday aytib beraman. To'g'ri? Misol uchun, ana ikkitasi kirdi-yu, ular student bolalar. Tashqi chaqirib qo'ygan, tashqari sovuq, ichkariga ham ma'lumot olgani, ham isingani kirishyapti. To'g'ri? Bor bilib kechirasizmi? Alo aka. Ha, mana Kia Andijondamiz. Chiqyapmiz aka. Muhammad aka. Rahbar baribir rahbar ekanda. Nimaga? Ona bolalar taksi chaqirib ketishdi. To'g'ri? Boshlab, yosh oila keldi, ularchi, bir ko'ringchi. Yosh oila emas ular. Bola qizni boshini aylantirib yuribdi, qiz o'ylayapti. Bu meni oladi deb. Kia san'atga beraman deb aldab olib kelgan qizni. To'g'ri? Bolani patinkasiga e'tibor berdingmi? Bitta tomoni ishibroq turibdi. Bu patinkani ichidan oyog'ini mushkib olgan. Nimaga? Chunki paypog'ini 3 teshik. Rahbar baribir rahbar ekanda. Qora ko'ylakda ochki taqib, sochini yozib olib, tros taqib olgan qiz keldi. Qayerdan bildingiz? Aynadan ko'rinyapti-yu. Ha, yo'q. Menga qara. Bu oladigan klient. Mana. Atrining hidini bilyapsan? Bu O'zbekistonniki emas, bu Dubaydan kelyapti. 1 yilda 2 marta Dubayga boradi. 1 yilga litsenziyani olgan O'zbekistonga keladi. Chunki O'zbekistonda litsenziya arzon. Ko'niga qarash oladigan klient. Assalomu alaykum. Keling, nima qilasiz? Sizlarda Kia 8, Carnival, Sportage modellari yangilanibdi. Shunaqa. Men Kia Sonet avtomobilini olmoqchiman. 4 yilga bo'lib berishga beryapsizlar ekan. Menga 4 yilga shartnoma qilaylik. 2 yilda o'zib boraman. Xo'p, bu. Boshliqni bilgan ekan.